Voynalar. Men qilgan xatoni sizlar qilmaylar. Bochkani muzlamasligi uchun tupli til bilan o'radim. Tagi ertaga yorilib turpoqqa bir tarafi cho'kib qolib, ikkinchi tarafi havoda muallaq qolib, yorilib ketishini oldini olish uchun taxtini qo'yib katta xato qildim. Bu xatoni sizlar qilmaylar. Mana bu tarafni ko'ring. Ikkita sistemada kiradigan qilib qo'ydim. Bu xatoni ham qilmaylar. Men bu klapin kiradiganini qilib qo'ydim. Bu xato bu. Qilmaslik kerak. O'ta ham uyda egasiga katta zarar olib kelar ekan. Mana buni ham qilmaylar. Premium xot qilib qo'ydim. Bu ham o'ta katta xato ekan. Uyda egasiga opasniy ekan bu narsa ham. Nimaga qilib qo'ysangiz, uyda egasi uyda yotib yalqov bo'lib qolar ekanda, ishi bo'lmas ekan tom bilan. Qo'llari yurishmasdan tomirlari to'lib ketar ekan. Og'aynilar, shu xatoni sizlar qilmaylar. Iltimos, shu xatoni aytib ketyapman, qilmaylar. Ikkita tarafdan kelgan. Men ketish xot, men kirish xot. Bu kirish xotni ham qilmaylar iloji boricha. Uyda egasi qiynalsin, qishlarda shilanglarni ko'tarib, ichidagi muzlarini qoqib, shilanglari yorilib ketdi, qo'llari sovuq yeb ulasin shu narsani. Shu xatoni qilmaylar. Uyda egasini qiynab qo'yar ekanmiz biz. Uyda egasi yalqov bo'lib qolar ekan. Tomirlaridan qo'lni aylanma, yuraklari silab, yuraklarini yog' bosib ketar ekan.